Assalomu alaykum yigitlar. Bor yo'qol, pulimiz yo'q. Yo'q, pul kerak emas. Iltimos bor. Qanaqa iltimos? Xullas, men kecha uyga bormagandim. Xotinim esa mana bunaqa rosa shallaqa. To'g'risi, adabimni beradi yigitlar. Bahona qilishga yordam bering. Ajrashsam qiyin bo'ladi-da. Uka, sen psixologga bor. Biz qanday yordam bera olamiz? Masalan, men kechasi kimdir bilan urushgan. Siz kelib, meni mahkamaga olib ketgan bo'lasiz. Tuni bilan ushlagansiz. Telefonimni olib qo'ygansiz. Shuning uchun javob bermaganman. Jinnimisan? Hech qayering ko'karmagan-ku. Ishonmaydi u senga. Muammo shunda bo'lyapti-da. Meni bir ikki uring bo'ldi. Olam kulsdan. Bor, biz fuqarolarni urmaymiz. Yo'q. Agar men sizlarga 150 ming tenge bersam-chi? Yaxshi. 150 kursi bo'ladi. Qayoqqa uray? Qorningami yoki bu yoqqami? Senga ko'kargan bo'lish kerak, a? Ha, Taxminan mana shu yerlari ko'r. Yo'q, qo'limdan kelmaydi. Nega? Fuqarolarni urish menga emas. Xafa qiladigan gap aytsin. Qani jahlimni chiqar. Gapir. hop. Hozir. Ko'pak. Voy. Ha, yo'q. Nima? Serik doim shunday deydi-ku. O'rganib qolganman. Shunday gap aytginki, jahlim chiqib seni bir uray. Hozir. Ado bo'lgan maxluq. Voy. Yo'q, yana bo'lmadi. Nima? Shef shunaqa so'kadi-ku. Ha. Menga qara. Shunaqangi jahlimni chiqarginki seni bir uray. Qizishib ketay. Jahlimni chiqar bo'l. Og'ir biron narsa ayt. Onadan so'kib ko'rchi. Yo'q, bo'ladi. Hozir. Hozir bo'ldi, hozir. Anqu. Bilasanmi sen badbasharasan. Sen eng landovur odamsan. Tushunyapsanmi? Nega politsiyada ishlayapsan, bilasanmi? Chunki senga guvohnoma berishgan. Guvohnomasiz sen hech kimsan. Sen eng dabdala molsan, sholsan. Tushunyapsanmi? Sen eng latta odamsan. Seni hatto uyatsiz kinolarga ham olishmaydi. Chunki ana uning kichkina, tushunyapsanmi? Seni kallang tanangdan katta. Sen ninza toshbaqasan. Yo'q, shoshma. Ha, sen qurbaqasan. Og'ayni, nega qo'pollashasan? Og'ayni, to'xta. Nima, xafa bo'ldimi?